Mana hurmatli do'stlar, bugungi videomiz shundan iboratki, kecha yoki bugun va umuman kirgan vrachlar borasida kim, qachon, qaysi vrachga kirganligi to'g'risida yetarlicha to'liq, aniq ma'lumot olish borasida video qilamiz. Bu videomizni boshlanishiga mana Algenker gruppasiga men silka tashladim. Bu silka orqali dashbordga kirib yoki o'zingizga zametkaga yozib qo'ysanglar, dashbordga kirish oson bo'ladi. Shu silka orqali dashbordga kiramiz. Marhamat, dashbordga kirib oldik. Dashbordga kirganimizdan keyin eslatib o'taman, bu faqat iPadlar uchun, planshet uchun. Planshetda ishlatsangiz, planshetdagi ma'lumotlar ko'rinishi juda ham aniq, tiniq va tushunarli bo'ladi. Kirgan paytimizda albatta FLM Rossiyaga bosamiz. Bu holatda eslatib o'taman, yana bir marotaba, regional menejerlarni iPad'idagi dashbordini ko'rinishi. Bu yerda regional menejer hamda medpredstavитель ежедневный plan deb yozib qo'yilgan. Bu yerda medpredstavитель ежедневный plan bo'lishi mumkin medpredstavitellarda. Imni shu joyi bosamiz. Bosgan vaqtimizda biroz kutib turib, shu narsa yuzaga kelib chiqadi. Bu yerda regional menejerlar uchun medpredstavитель tanlab olinadi. Misol uchun Omonov Gulchehra tanlab olindi. Medpredstavitellar dashbordga kirganda o'zini holatida ko'rinadi. Qay holatda turgani. Hamda Yunusobod hamda Mirobod tumanidagi vrachlar soni, qora va qizil vrachlar soni. Eslatib o'tamiz, dashbord soat 10:30 da har kuni yangilanadi. Sinxronizatsiya bo'ladi. Hamda yana bir qo'shimcha ma'lumot, yuqorida turgan ma'lumotlar bu yerda faqat A va B kategoriyadagi vrachlar to'g'risida ma'lumot beriladi. Bu vrachlar S kategoriyadagi vrachlarni ma'lumotini olish uchun albatta pastga tushamiz. Bu yerda S kategoriyali vrachlar ham turadi. Sizga iltimos qilardim, aldanib qolmang. Bu yerda S kategoriyali vrachlar qora bo'lishi mumkin. Shunga ham e'tibor bering. Hamda eng muhim tomoni, Svedeniya o doktora degan joyda sal pastroqda hech narsa yo'q. Ko'rib turibsizlar, hech narsa yo'q. Bitta bosamiz. 3 ta nuqta chiqdi. 3 ta nuqtani ustiga bosamiz. Hamda ekspert degan yozuv chiqadi. Yozuvni bosib, bu yerda ham bosamiz. Svedeniya o doktor degan joyi turibdi. Shu Svedeniya o doktori eksport tugmasini bosamiz. Va biroz kutganingizdan keyin загрузить tugmasi chiqadi. Загрузить tugmasini bosgandan so'ng biroz kutib turib, yuqoridagi dumaloq shakldagi joyi bosib, Svedeniya o doktori degan ma'lumotni olamiz. Bu ma'lumotni oldik. Bu ma'lumotni olganimizdan so'ng, bu yerni ko'rsangiz, ma'lumotlar bo'yicha ishlash juda ham qiyin. Shu sababli bu ma'lumotni yuqoridagi shu tugma orqali bosib, VPS ofisga o'tkazib olamiz bu ma'lumotlarni. Bu ma'lumotlar VPS ofisga o'tdi. VPS ofisga o'tgandan so'ng e'tibor beringlar, bu yerda bir tugma bir turibdi. Bir ustiga bossak, to'liqligicha shu joyi qamrab oladi. Hamda danli tugmasini tepadan bosib turib, filtr tugmasini yoqamiz. Filtr tugmasini yoqdik. Endi e'tibor beringlar, bu yerda ishlaydigan joyinglar, doktor ismi sharifi, qaysi A va B yoki S klassdaligi, oxirgi kirgan vizitinglar. E'tibor bersanglar yaxshi ko'rinmayapti. Buni ochish maqsadida ma'lumotni ko'rinadigan qilib
B ni ustiga bosamiz. B ni ustiga bosganimizdan keyin e'tibor bersanglar shunaqa tugma chiqadi. Shu tugmani ustiga bosib turib suramiz. Hamda vrachlar ko'rinadi. Endi bu yerda xohlaganingizcha o'zingiz ma'lumotlarni analiz, sintez qilsangiz bo'ladi. Bu yerda e'tibor bersanglar pastga filtr yoqilganligi bildiruvchi tugmacha, shu tugmachani bossangiz, bu yerda S nechta, A nechta, B nechtaligi turadi. Buni bir boshidan paparyatga qilish maqsadida восходящий tugmasini bosib qo'ysangiz juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi, analizga oson bo'ladi. Ko'rasizlar, hammasi alohida qilib belgilab qo'yilgan. Hamda yana e'tibor beringlar, D ni ustiga bosdim, D harfini. Hamda buni yana surdim. Bu tugmasi orqali. B ni ustiga bossangiz, mana tugma chiqyapti. D ni ustiga bossangiz, bu tugma chiqadi. Shu tugma orqali suriladi. Surilgandan so'ng bu yerda ham e'tibor beramiz. Filtr ustiga bosib, pastda восходящий tugmasini bosamiz. Восходящий tugmasini bosganimizdan keyin oxirgi vizit Ibrohim Sodxo'jayev S kategoriyali vrachga yanvar oyida 29-yanvarda vizit bo'lgan. Shu vizit bo'lganligini, kimga oxirgi marta vizit qilinganligini ko'rsatib o'tilgan. Shunday qilib ma'lumotlarni analiz, sintez qilishinglar juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi degan umiddaman. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Bizni qo'llab-quvvatlab turishda davom eting. Xayr, salomat bo'linglar.